Oysha xonimdagi obyektimizda ishlar jadallik bilan ketyapti. Bu yerga ham rigel qo'yilmagan ekan. Metaldan shunaqa yechim qilib qo'ydik. Xudo xolasa ko'ringlar. 12 metrga 7 metrlik joyimizni to'sinlarni terib, cho'nliklarni qo'yib oldik. 4x14 lik strapildan to'sin qildik. 5x5 profildan tayga qildik. Tepalariga 5x5 ugonlikdan stoyka va uzunasiga kashaylariga 5x5 ugonlik bo'ldi. E'tibor beringlar. Strapilni to'sin qildik. 6 metrlik. Belidan ko'tarilganlik hisobiga nihoyatda baquvvat bo'ldi. Har qancha loy lombos qordi. Ko'taradi xudosi. Fermamiz uzunligi 780 bo'ldi. Bo'yiga 55, eniga 50 bo'ldi. 50 qilganimiz sababi to'sinlarimiz uchma cho'p bo'lmasin dedik. Chunki bunaqasiga 12 metr edi. Shuning uchun shirokiyroq qildik. Xudosi nihoyatda baquvvat bo'ldi. E'tibor beringlar. Ishlarimizning sifatiga va mustahkamligiga o'zingizlar baho berasizlar. Kuzatib boringlar. Shu tomda yopilish jarayonini qo'yib boraman. Foydali video bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar.